Biz qaytib kelguncha sirtqa chiqmagan bo'lamdi. Ma'qul. Telefon urib o'ynamagan, o'yini qalaymiqan qilmagan. Ma'qul, shundoq qilaman ona. Anangning gapini angla, ha? Ma'qul. Darsingni takrorlagin. Ma'qul. Notunish odamlarga eshikni ochma. Ma'qul. Xo'sh, emisa o'g'lim. Ma'qul, 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 hammaga ma'qul. Ma'qul, hammaga ma'qul. Telefon urib o'ynamagan. Telefon urib o'ynamagan. Telefon urib o'ynamagan. Ömer, men uyda yolg'iz qoldim. Kelsang billa dars takrorlayli, ma'qulmi? Ma'qul. Dadamga deb baqay. Agar ma'qul desa, hozirliginingga boraman. Xabarimni kuta. Dada, ana, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hamidning uyiga berib, uning bilan birga dars takrorlasam bo'lamdi. Nemishqa o dars takrorlig'ili, bu yerga kelmaydi ekan. O o'tgan qitim kelgan, bu qitim berish navbati menga keldi. Ishkanglar bir bo'lsanglar dars takror qilmay o'ynaydi ekansizlar. Rost shundoq bo'lgan, ammo bu qitim va'da qilay, undaq qilmayman ona. Undaqda mayli bolam, bag'in, Allohga omonat. Ay, nima qilganinglar bu? Sizlarni ko'chada top o'ynamanglar deb necha qitim dedim-ku, ha? Xush kelding Ömer. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qani kira. Kechirgin. Hajab kechikib kelding, ne vaqt men seni saqlayotqili. Ha, hajab chiroyli qushgina bu. Nimadan qo'moq bu, ha? Advorli qushimiz. Gap qilalamdi. Ancha muncha. Oyna, oyna. Qafasdan chiqama. Qo'rqma. Ajab chiroyli qushkan bu, ha? Voyjon! Yirtqich qushkan bu, ha? Voyjon. Onu tutib qafasga solab qo'ymasam bo'lmaydi. Qandoq tutimisamdi? Men o'rindiqni akilay. To'xta, men chiqib seni ko'taray. To'xtab tur, ha? Derizini it olayli uçup ketmesin.
Uçaqlasa nima degan yaxshi? Men oningdek uçaqlagan bo'lsam, ha? Şatut uçup ketdi mana Ömer. Hamma narsani o'ngtay-to'ngtay qilyapting. Endi qanday qilaman? Men bilmadim. Keyin ko'rishaylik adash. Xayr, xo'sh. Dadam toza adibimni berdigan bo'ldi endi. Endi qanday qilaman? Bu bekla asan. Dadamga rostdan aytmasanglar bo'ladi-ku? Nima deyman? Yolg'on aytqin. Yolg'on aytolmayman. Bo'lmaydi. Amsa dadamdan tayoqni yegin. Biz xato kelib qolgan o'xshaymiz. Bu bizning uyimiz emas-ku. Biz ketib uyga bulanch kirdimi bolam? Nemish oldi? Nemish bo'ldi, Hamut? Ishnim bo'lmadi. Qo'shnimizning bolasi Tariq uyni mushunda qilyapti. Bu uy qanday qisiga munda xo'p ketdi bolam? Derazadan to'pni otgan edi. Gul teshtikiga tegib, teshtak bilan ko'lchikini o'rayapti. Ko'lchak ishqabga urilib, qapazning ustiga tushdi. Shatut o'lib qolganmidi? Uchib ketdi. Mening aqlim uchib ketdi mana. Bo'lgan ishlar shu. Nega mangdilar dadisi? Qo'shnimiz Amirning uyiga bolasini mushundaqmi tarbiyalagan bormi deyman. Bolasining adabini toza bir bersin-chu. Nima degan qalayimqanchilik bu? Dadam yolg'on aytganligimni bilib qoladigan bo'ldi. Endi qanday qilsam bo'lar? Bilib qolmasin, yana tenivag'in. Qanday qilaman? Yana bir yolg'on gap to'qig'in. Tarix maktabdan qo'yib bergandan keyin hozirgacha uyga qaytib kelmabdi bolam. Bu zoti nemish, ha? Endi esimga keldi. Derazaga to'p otqani Sayfiddin edi. Shundaqmi? Eli bilamiz. Bu mu chinib qolsa endi qanday qilarman? Yana tenivag'in. Sayfiddin uyida borgan bolam. Onun deyishcha u bizning o'yinning oldida top o'ynamabdi ekan. Boshqa joyda o'ynabdi ekan. Ish qilib ko'chada bekchiq bolalar top o'ynayotgan edi. Yana qachongacha yolg'on aytdim, hammasi chinib qilyotdi. Men seni qutqizib qo'yaymi? Qani degina, qanday qilsam qutula olayman? Rost gapni qilsang qutula olaysan. Alloh taolo mundaq degan: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim." Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqishinglar kerak. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Rostini aytam deb dadam jazolaydi. Rostini aytsang biroqla qutula olaysan. Xuddi Tabuk urushiga chiqmagan 3 sahoba payg'ambar alayhissalomga rost so'zlab qutulib qolgandek. Ular munofiqlarda quruq o'zra bayon qilib, yolg'on so'zlab yurmagan edi. Rost gap qilgandan keyin qanday bo'lgan edi? Ular rost so'zlab qutulib qolgan. O 3 kishining birisi Kayb ibn Malik raziyallohu anhu edi. O munofiqlardek yolg'on bahona o'ydirmagan. O mundaq degan: "Alloh taolo bilan qasamki, Alloh taolaning meni musulmon qilib hidoyat qilganidan qasila, menga bergan eng chong ne'mati meni Rasulullohga rost so'zlaydigan qilganidir. Agar uningga yolg'on so'zlagan bo'lsam, burun yolg'on so'zlab halok bo'lganlardek halok bo'lgan bo'lardim. Alloh taolo vahiy nozil qilganda yomon so'zlikchilarga qarata hech kishiga aytilmagan yomon so'z aytilgan. Alloh taolo mundaq degan: "Ular, ya'ni munofiqlarning yeniga borganinglarda, ular sizlarning ularni ayblamasliklaringlar uchun yolg'on o'zirlarni bayon qilib, Alloh taolo bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir." Alloh taolo urushdan ayrilib qolgan 3 sahobaning payg'ambar alayhissalomga yolg'on aytmaganligi uchun tavbasini qabul qilgan. Ya'ni ularning rostchilligi ularni nejotlikka erishtirgan. Kechiringlar. Sizlarga yolg'on aytdim. Agar sen rostini aytsang, seni ayblamaymiz.
Bularni zadi kim qildi balam? Ömer bilan ikkimiz qildik. Ömer bu yerga qanday kelib qoldi? Onunğa telefon qilib chaqirgan edim. Kelgandan keyin öynimi shunda qalaymagan qilib etdik. Meni jazolam degan deb sizlarga yolg'on aytgan edim. Yalğançının quyruqi bir tutam degan gap bor. Esingdan chiqarmagan balam. Yolg'onchilikdan og'ir gunoh yo'q balam. Bir kishi yolg'onchi degan atoqqa qolsa, Alloh taolaning dargohidami yolg'onchi bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam har qanday ahvolda rost so'zlashni maqtab, yolg'onchilikni ayiblagan. Buni bilmamding? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yana rost so'zlasak jannatga, Yolg'on so'zlasak do'zaxga kiradiganligimizni aytib mundaq degan. Rostchilik yaxshilikqa boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam rost so'z qilaversa, Alloh taolaning dargohida rostchil deb tutiladi. Yolg'onchilik gunohga boshlaydi. Gunoh do'zaxga boshlaydi. Bir odam yolg'onchilik qilaversa, Alloh taolaning oldida yolg'onchi deb tutiladi balam. Bundan keyin yolg'on aytmaslikqa va'da beraman. Meni kechiringlar. Yolg'on aytib ishingni do'ngab qo'ygan hamma bolalardan kechirim so'rashing kerak. Ma'qul, hozirla shunda qilay ana.